Assalomu alaykum. Bu safhadagi darsimizda biz Media Encoder'ni Adobe Media Encoder'ni qachilashni o'rganib o'tamiz. Undaq darsga diqqat qilgaysizlar. Adobe Media Encoder bor, mundarijini ichib olamiz. Va ichib oldim. Ondan qo'zg'atish programmasini qo'shdik. Qo'zg'aldi. Davomlashtiraveray. Adobe Media Encoder hozir yeshilyotidi va sinoq, ya'ni sinoq ishlatishi yo'q. Download biz boyatdan torni uzatgan, shunlar qilma downloadni keyin qilsak bo'ldi. O'zimiz hisobot ochgandan keyin. Keyin kirish, ondan qabul qilish, ama kelishimga qo'shilamsiz demakchi, qabul qilish. Bu o'tgandan keyin biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda til tanlash rayoni bor. Xanzocha ishlatamizmi, inglizchami yoki boshqa har xil tillarning bor. Lekin buning orasida uyg'urcha yo'q. Uyg'urcha yo'q. Xanzocha, inglizcha tanlab ishlasak bo'ldi. Agar inglizcha ishlatadiganlar bo'lsa, English International deganni tanlab qo'ysanlar bo'ldi. Xanzocha ishlatadiganlar bo'lsanglar, xanzochani tanlasanglar bo'ldi. Shu til Mo'shuni tanlash orqali qachlangandan keyingi ko'rinmaning tilini tanlagan bo'lasizlar. Qachlab bo'lgandan keyin buni tanlash ko'zniki yo'q, sal qulaysiz. Bu saqlash o'rni, qaysi o'rin saqlashni tanlab bersak bo'ldi. Bu sinbelgin chekish orqali men buni asli o'ringa qachlaveray. Anjon qachlash, keyin mana qachilmayotdi. Odatda kompyuterning saplimiz yaxshiroq bo'lsa, necha minut, necha sekund ichida qachilinib bo'ldi, necha 30 sekund atrofida qachilinib bo'ldi. Kompyuterning saplimiz sal to'varroq bo'lib qolsa, yoki yengpanning surti osti bo'lib qolsa, qattiq diskining surti qachilinish bir qadar osti bo'ldi. Qachilinib bo'ldi. Qo'zg'atish qilay. Qo'zg'atish qildim. Qo'zg'ilyotdi. Mana. Buni ishlataverasizlar, lekin 30 kun to'shqandan keyin bu yo'rmaydi yoki qo'zg'almaydi. U ahvolni hal qilishning usullari bor. Birinchisi setib olish, ikkinchisi yana boshqa usullar. Agar shunday ahvolga yo'liqsanglar, men bilan aloqalashsanglar, qo'limdan kelsa yordam qilaman. Buni ishlatish to'g'risida keyingi soat to'xtalib o'tamiz. Bu safhadagi darsimiz tamom. Xayr xo'sh.